Abdurahmon aka keling oldi. To'xtat kelingni. O'rta boshliq o'zingiz qarab olasizmi, iltimos? Nima bo'ldi? Qornim og'rib qoldi-da. Tez kelgin. Hujjatlaringizni berasizmi? Hujjatlarim bor. Hozir meni to'xtatgan yigit. Abdurahmon aytyapsizmi? Misha Muhriddin. Ha, shu Abdurahmonovda. Qayerdan taniysiz? To'g'rani ikkita nima bo'ldi? Ananasni markoyam. 4 xira o'ldirdik. Hozir bolalar kelishyapti tarqatishga. Misha? Nima xo'jayin? Qorma, charchamayapsanmi? Yaxshi, rahmat. Manga qara, bir o'zing ulgurasanmi o'zi? Ha, ulguraman xo'jayin, ulguraman. Ko'zlaring ham qizarib yotdi, uxlamadingmi? Ko'p uxlaganimda xo'jayin, ko'p uxlasam ko'zim shunday qizarib ketadi. Hop, tezlash. Ulgurishimiz kerak. Xo'p. O'zbekiston bozorida hozir mashina terevaliga bo'lgan talab juda ham kuchaygan, bilasan. Hozir Toshkent shahrida dilerlarni ko'paytirib, yetkazish kuchaytiradi, tushundingmi? Katta ro'yxat. O'rta boshliq huzur yana kechga qoldim. Abdurahmonov. Yo, o'rta boshliq uxlab qolibman-da, ataylab qilmadim. Yetar yolg'onlaring. Yolg'on gapirayotganimni rostdan. Meni kechiring o'rta boshliq, boshqa takrorlab. Stop. Sen meni kechir. Misha 8 oydan buyon meni qo'limda yukchi bo'lib ishlaydi, lekin qayerda ishlashni bilmas. Tushunarli. Bugun Muhriddin ishga boradigan bo'lsa, oramizdagi suhbatni bilmay qo'yaversin. Kelishdiga rahmat, sog' bo'ling. Nega ikkinchi ishingga haqida menga aytmading, Abdurahmonov? Sizga aytadigan ishim emas edi, o'rta boshliq. Shunaqangi senga begona bo'lib ketdimmi? Yo, o'rta boshliq. Siz meni xato tushundingiz. Bilasiz, ota-onamdan keyin faqat menga Hasan Zuhra yodgor bo'lib qolgan. O'tgan yil ikkalasi ham o'qishga topshirdi. Ko'z tegmasin o'qishga kirishdi. Kontrakt. Endi ularni o'qitish kerak. Chunki ota-onamning orzusi edi ularni o'qitish, o'rta boshliq. Undan tashqari ro'zg'or degandek kvartirada yashaymiz. Shunga ishlashga majbur bo'ldim. To'g'ri, forma kiyganimdan keyin ko'pchilik menga katta pul taklif qildi. Hattoki umrimda ko'rmagan pulni taklif qilishdi. Lekin sizni bergan saboqlaringiz, ota-onam yedirgan halol luqmalar. Bo'ldi, Abdurahmonov. Hozir mana ham yig'latib yuborasan. Kesani bir baringga bosib qo'y.